remote qilib beradi. Remote qilib beramiz. Xo'p, yana bitta narsa, endi o'zbekchilik, aka, ko'pchilik bizga aytadiki, oshxonaniki alohida tushsin, tualetni alohida tushsin, pasharni xod qilib ber. Uni ham qilib berilaradi. Uni ham qilib berilamiz. Bu muammosi yo'q. Muammosi yo'q. Oshxonanikini, ko'hnanikini tashib bersinsa, mana shu yerdan tashib, 3-xodga tashib berilaveradi. Xudo xolasa. Xo'p, endi aka mana bularni aytyapmiz, qisqacha qilib aytdik. Odamning axlatini qana qilib 99% gacha suvga aylantirib beradi. Bu odamning axlatini birinchi uryazga tushgandan keyin bu yerga maxsus bakteriyasi bor. Xonadonlar uchun 5 oyda 6 oyda buni tashab turiladi. O'zi yeb, tennisga suv qilib, ikkinchisiga o'tkazib, uchinchisi 95% qilib suv qilib, drenaj qilib suv kirgizadilar. Navoda suv yo'q yerlarda bo'lsa, ekinga qo'yib bersa ham bo'laveradi. Ha, ya'ni mana shunaqa joylarni o'g'it o'rnida ishlatsa bo'ladi. O'g'it o'rnida ishlatsa ham bo'ladi. O'g'it o'rnida ishlatsa bo'ladi. Bo'lmasa mana shunaqa sheben tashab berilsa, yig'ilsa sheben tashab beriladi, sheben dirajada bo'lib, pastga kiritiladi. Ha, ya'ni yer ham bor. Yer ham bor. Hali balchiqqa o'xshab sasi bunaqa narsalar bo'lmaydi, xudo xolasa. Bu adashmasam eng kichigi, shu yerga. Eng kichigi 3 tonnaligi bu xonadonlar uchun 5 kishidan 15 kishigacha odamni usbet qiladi bir kunda. Ha, bemalol yetkazib beradi. Bemalol yetkazib beriladi. Yetkazib beriladi, xudo xolasa. Xo'p, nimaga 50 yil garantiya berilyapti desa, shu yerdagi bunimiz materiallari nima bo'ladi? Bu shisha toladan bo'ladi. Bu 50 yil garantiya beramiz. O'zi 100 yilga garantiya bersa ham bo'ladi. Chunki bu zanglamaydi, chinimaydi, sinmaydi. Buni materiali shunaqa shisha tolaga o'xshagan narsa. Gapi. Endi buni asosan tushunadigan akalarimiz Rossiya, Yevropada ishlaganlar juda yaxshi tushunadi aka. Rossiyalarda juda ommalashib bo'lgan narsa bo'ladi. Ya'ni agar Rossiyada yoki chetda ishlaydigan akalarimiz bo'lsa, kommentda fikringizni qoldiring, chunki ko'p joy shundan foydalanadi Yevropada. Chunki hatto zak yo'q, balchiq yo'q, shuni hisobiga qilingan. O'zi Rossiyadan o'rganib kelgan. Rossiyadan kelgan bu texnologiya. O'zi ham o'rganib. Shuning uchun xonadonlarga, oshxonalarga, choyxonalarga, domlarga shuni qilib beriladi. Xo'p, aka, endi men ustanovka qilmoqchiman. Joyimni qanaqa qilib tayyorlab berishim kerak sizlarga? Joyini nima qilib berishim kerak? Joyini kovlatib berasiz. Kovlatib bergandagi shebinka 3 kuba, mana bunga bo'lsa 3 kuba kichkinalarga, xonadonlarga 3 kuba shebin to'kib beriladi. Truba drenajga. Plastmassa truba. Plastmassa truba, 100 lik trubadan uyda egalari qo'yib beriladi. Biz borib montaj qilib, o'rnatib, ishga solib, agar tayyor bo'lsa ishga solib, ulab beramiz. Ulab beriladi. Ulab beriladi. Xo'p, aka, bularni aytdik. Endi mana bir xilgi joylarga bor, kanalizatsiya trubasini yetib bormagan. Chekka joylarimiz bor. Yoki biz qo'shni davlatlardan ko'rayotgan bo'lsa, shunaqa kanalizatsiya trubasi kelmagan. Kanalizatsiya truba kelsa ham bir xilga uklon muammo bo'ladi. Bunda uklon muammo bo'lmaydi. Yer tagiga ulab. Bunda har xil uklon, masalan uchun pastda balandga kelib qolgan bo'lsa, uni uklonni olib, uni holatiga qarab tushirib, tepaga chiqarsa bo'laveradi. Ya'ni regrovka qilish. Regrovka qilsa bo'laveradi. Muammosi yo'q. Yo'q, muammo yo'q. Muammosi yo'q. Ilgarigi tochka qilgan misol uchun, ya tepada kelgan, ya pastda kelgan, buni regrovkasini qilib tashab berilaveradi. Muammo qilinmaydi. Muammo qilinmaydi hech qachon. Aka, endi mana men bitta o'zim ustanovka qilaman. Qo'ni-qo'shnilarim bor yoki katta domlar bor. O'shunga bir 50 kishi yoki mana 1000 kishi yoki 500 kishi yashaymiz. O'shunaqa joylarga ham qilib beraverasiz. Qilib beramiz. 50 tonnalik, 90 tonnalik xonadonlarga, masalan, bitta domda 70 kishi yashaydigan bo'lsa, 70 ta xonadon. 70 ta xonadon bo'ladigan bo'lsa, 50 tonnaligidan qo'yiladi. O'sha isbet qiladi. Oshxonalarga bo'ladigan bo'lsa, 10 tonna 20 tonna, 5 tonnalik bachuklarimiz tayyor. Tayyor qilib beradi. Demak, liboy domchi quruvchi akalarimiz ham bemalol aloqaga chiqsa bemalol aloqaga chiqsa, kanalizatsiya muammosini hal qilamiz. Hal qilib beriladi. Hid-hidroy chiqmaydi. Hid xush bo'lmaydi. Unga javob beradi. Javob beramiz. Chunki unga hid